Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tutki barliq qarindoshlar, minglarga Allohning salimi, mag'firati, barakati olsun. Bugungi darsimizning 8-cho'ng gunoh ota-onani qo'shitish. Bu vaqtda Alloh taolo sura Isroning 23 va 24-oyatlarida mundaq deydi: Parvardigoring faqat uning o'ziga ibodat qilishinglarni va ota-onanglarga yaxshilik qilishinglarni tavsiya qildi. Ularning biri yo ikkilisi qo'l ostingda bo'lib yashinib qolsa, ularga ohoy demagin. Ya'ni malollikni bildiradigan shunchalik so'zni qilmagan, ularni dush kelmagan, ularga hurmat bilan yumshoq so'z qilgan, ularga kamoli mehribonlikdan nihoyatda kamtar muomalada bo'lgan. Va ey Parvardigorim, ular meni kichikligimda tarbiyalagandek ularga marhamat qilgin degan deydi. Mana bu yerda Alloh taolo bu oyatda o'ziningki Qur'oni Karimdagi o'ziningki kalomida bandilarini Parvardigoring faqat uning o'ziga ibodat qilishinglarni va ota-onanglarga yaxshilik qilishinglarni tavsiya qildi deydi. Mana bu yerda Alloh taologa ibodat qilish, Alloh taoloning roziligi uchun ish qilish bilan ota-onani rozi qilish, ota-onaga yaxshilik qilishni bir o'ringa, tang o'ringa qo'yibdi. Shunga qarindoshlar, ota-onani qo'shitishning o'zi cho'ng gunohlar qatoridir. Demak, u ikkisi qeyrib yashinib qolsa, ularga qo'pol so'z qilmagan, yaxshilik qilgan, mehr shafqat ko'rsatgan, ularning ko'nglini og'ritmagan, sen kichik chog'ingda sening xizmatini qanday qilgan bo'lsa, sen ularning xizmatini uningdan yaxshiroq qilgan deydi. Qanday ularning xizmati bilan sening xizmating baravar bo'lsin demoqchi. Chunki ota-onaningki farzandlarga singdirgan xizmati bilan farzandlarning ota-onani rozi qilish o'tirsida qilgan xizmatlari hargizmi tang o'rin turolmaydi. Qanchalik rozi qilgan bo'lishidan qat'iy nazar, ota-onaningki farzandlarga qilgan mehr shafqati onunki Allohning izni bilan bu dunyoga kelishiga sababchi bo'lgan va uni ana 9 oy 9 kun qo'soq ko'tarib boshunib ota-ona birlikda beqib, cho'ng qilib, tarbiyalab, yetishtirib, qatag'i qo'sh jaran qilgan xizmatining milliondan birini farzand tugatilmaydi. Chunki ular insonningki farzandining yashashini umid qilib, har turli qiyinchiliklarga bardoshlik berdi. Ammo farzandlar bo'lsa, ulardan ozgina bir aziyat cheksimi, ularga nurg'un dushkarlarni berdi, ularni ranjitdi. Ularning patroq o'lib ketishini tilaydigan insonlarning intayin ko'p. Shuningga bu ishlarda diqqat qilish kerak. Alloh taolo sura Luqmonning 14-oyatida mundaq deydi: Ey inson, menga va ota-onangga shukr qilgin. Oxir qaytadigan joy mening dargohimdir deydi. Sen o'ylab ko'rginki, Alloh sana rahmat qilsin. Alloh taolo ota-onaga shukr qilishni qanday qilib o'ziga shukr qilish bilan tan qildi. Ibn Abbos roziyallohu anhu mundaq deydi: 3 oyat 3 ish bilan izchil munosabatli holda nozil qilindi. Ularning biri yana biri bo'lmay turib qabul qilinmaydi. Birinchisi Alloh taoloninki sura Nisoning 59-oyati bo'lib, Allohga va payg'ambarga itoat qilinglar degan
sözü bulup kimki Allah'a itaat kılıp peygamberge itaat kılmasa onun itaati kabul kılınmaydı. İkincisi Allah Teala'nınki yani Sure Nur'nunki 56. ayeti bulup bu ayette namaz okunglar, zakat beringlar degan sözü bulup kimki namaz okup zakat vermese onun namazı kabul kılınmaydı. Üçüncüsü Allah Teala'nınki Sure Luqman'ın 14. ayeti bulup ey insan bana ve ata-onangga şükür kılgın degan sözü bulup kimki Allah'a şükür kılıp ata-onasiga şükür kılmasa onun şükürsi kabul kılınmaydı. Şu sebepten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan ota-onani rozi qilish Allohni rozi qilganlik bo'ladi. Ota-onani norozi qilish Allohni norozi qilganlik bo'ladi deydi. İmam Tirmizi ve İmam Hakim rivayet qilgan Albani sahih degan sahih hadis. Shuningga qarindoshlar bu meseleге alayda ahamiyat berishimiz kerak. Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma mundaq deydi. Bir kishi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilan birga jihadga chiqish uchun ruxsat so'rab kelgan edi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onunga ota-onang hayotmi deb so'radi. O ha deb javob bergan edi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem undaq bo'lsa ularning xizmatini qilgin dedi. Birlikka hadis. Qaranglarchi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ota-onaga yaxshilik qilish va ularning xizmatini qilishni jihoddan ustun o'rin qo'ygan bu yerda. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yana bir hadisda mundaq deydi. Eng cho'ng gunohlarimni aytib beraymi? Allohga sherik keltirish va ota-onani qo'shishdir dedi. Birlikka hadis. Shuningga qarindoshlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemniki ota-onaga yaxshilik qilishni mana shunday hadislarda ta'kidlaganligi bayon qilinadi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yana bir hadisda ota-onani qoqshatquchi, chiqimchi va aroqkash jannatga kirmaydi degan. Darimi, Nasai ve İmam Ahmedler rivayet qilgan Albani sahih degan sahih hadis. Ohoy deyishdimmi, tövenrek söz bo'lsa edi, albatta Allah uningdinmi tosqan bo'ladi. Ota-onasini qoqshatquchi qanchalik ko'p yaxshi amal qilsa qilsin, hargizmi jannatga kirolmaydi. Ota-onasiga yaxshilik qiluvchi qanchalik ko'p yomon amal qilgan bo'lsin, hargizmi do'zaxga kirmaydi deb ba'zilar shunday naql keltirdi. Bu hamda hadis emas, to'qilma so'zlar, chunki yuqoridagi Alloh taoloninki Qur'ondagi so'zi va Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemning hadislerini kuchlantirish uchun shundoq degan. Ammo jannatga kirish, jannatga kirmaslik Allohning ilkidagi ish. Chunki Alloh taolo La ilahe illallah degan shahodat kalimasini keltirgan odam do'zaxda qolib qolmaydi degan. Shuningga bu masalalarda ba'zan ulamolar, ba'zan olimlar Qur'on hadisini kuchlantirish yuzasidan shundoq ba'zi so'zlarni aytib mavdu. Ammo buniki sahih emasligini surishtirib, undan keyin anglasak bo'ladi qarindoshlar. Shuningga buni o'xshash yana boshqa gaplarmi bor, ularni bir qor deb o'taylik qarindoshlarimiz. Undan keyin bilib qolgan yaxshi. Allah ota-onasini qoqshatquchiga la'nat qilsin degan so'zni Suyuti naql qilgan va bu hadis mavzu, ya'ni to'qilma hadis deb ulamolar buningki sahih hadis emasligini bayon qiladi. Allah dadisini tillovchiga la'nat qilsin, Allah onasini tillovchiga la'nat qilsin degan gaplarmi bor. İmam Ahmad, İmam Hakimlar rivayet qilgan
Allah Taala barlıq günahlardan xalığını jazolaydi qiyomatga qadar. Ba'zanlarning jazosini kechiktirib qiyomat kuni jazolaydi, ba'zanlarni bu dunyoda jazolaydi. Faqat ota-onani qaqshitish gunohini kechiktirmaydi. Ota-onani qaqshatganlarninki gunohini bu dunyoda berdi deb o'lmalar mushtaqqa hadislarni so'zlaydi. Uning jazosi egasiga tez keladi. Ya'ni shu ota-onani qaqshatgan odamga nihoyat tez keladi. Yani onun cezası şu dünyanın özünde berildi deb bazen ya Türk alimlarımı ve başka Uygur alimlarımı, Özbek alimlarımı bunu şundaq sözlerini aytdı. Ama bu hadis zayıf hadis, bu sahih hadis emas. Şunu alğan çağda şundaq o'xshaydi deb sahih o'xshaydi deb qolmay, hadislarni alğan çağda hadisninki sahih yoki sahih emasligini surishtirib ko'rsak bo'ladi qarindoshlar. Kayb ahbar mundaq deydi: agar banda ota-onasini qaqshatquchi bo'lsa, Alloh taolo uning jazosini tezlatish uchun o'limini tezlatadi. Agar u ota-onasiga yaxshilik qilguchi bo'lsa, Alloh taolo uning texim ko'p yaxshilik qilaverishi uchun ömrünü uzun qiladi. Kimki ota-onaga yaxshilik qilmoqchi bo'lsa, pul milini ular muhtoj bo'lganda chiqim qilsin. Bir kishi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldiga kelib, "Ey Allohning payg'ambari, dadam milimni ilmoqchi bo'lyotdi" deganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "Sanmo milingmi dadamga oiddir" deb javob bergan. İbn Majah ve İmam Ahmed rivayet kılan Albani sahih degan sahih hadis. Şununla bir bendeninki, bir perzentninki özümü, milimi, onunki ata-anasına ait buldu. Şunun ata-anadan bir nesne talaşsa, bir nesne aysa bombaydı kardeşler. Bu meseleye alahide dikkat kılış gerek. Şununla ata-ananı qaqshitish degan intayin ig'ir gunoh. Qur'oni Karimda yuqorida deb o'tdik. Alloh taolo Allohni rozi qilish bilan ota-onani rozi qilishni o'xshash o'ringa qo'yadi. Buningki naqadar yuqori darajadagi savobli ish ekanligi, ota-onani rozi qilishniki Allohni rozi qilish bilan teng o'rinda ish ekanligini barliq qarindoshlar bilib yetish kerak. Hamma qarindoshlardan Allah razı olsun. Allah derslerimizni menfaatli qilib bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.